Жержот Шермаматович, Кеңсай массиві бойынша емне болып отыр? Şu бойынша бір-екі жол айттыңыз еді. Емне болып отыр, айтып беріңізші? Hamşehir'de şahit bol Kengsäy massivi boyunca şu 2011 yılı 800 milyon so'm akça qaralgan ekan. Biroq o'sha yerdagi jumishlarga bir 100 million tegaligida jumush jasagan o'sha yerda qolib ketgan. Al birinchi o'sha yo'ldan suv tutukcha chiqarish kerak bo'lsa ekan. Aldagi qolib ketgan jumush jasalmay andan boshqa 110 kilowattlık podstansiya qurish kerak ekan. Al 110 kilowattlık liniya kelgan, biroq podstansiyaga bir 30%'ını bütün to'xtab qolgan. O'sha bo'yicha aqchadagi yo'q, podrachnikda yo'q. Men sinatımıza tayinlib, o'sha bo'yicha To'ys jumush yo'q. Jumush yo'q. Biroq ulut qo'psiz ko'pdedi. Ne bo'ldi? Qancha ziyon kelib o'tiradi hozir kunda? Hozir Qo'shida biz 260 millionga yaqin ziyon taqalgan. Andan daha ko'proq bo'lishi mumkin. 260 milyon so'm ақша yo'q. Bravo. Mamlakat o'zgargan. Ta, prokuratura. Shu bo'yicha ma'lumotingiz bormi? Qanchadan joyga tarqatildi? Endi nima bo'ldi? Bu bo'yicha 154-chi. Qanday? 154 savdo ish qilib chiqdi. 154 ущерб предварительный 115 milyon azmi 3 firma osolar tergilib chiqartilish жетti qachadayız. Qanchadan beri tergilib o'tasan? Qancha yildan? Bu bo'yicha 2021 yildan beri 4 yildan beri tergib qanchadan qamaldi? Qamalgan yo'q. Ko'rdingizmi buni? Это уже коррупция. Уже 4 года расследуете, и ни одного человека не привели к ответственности. Это уже коррупция. Со стороны прокуратуры, да, который расследует и который не принимает меры. Так, а вы конкретно кем тергивали? УКМК. И мне было, и ничего привлекаете к ответственности? Бұл бойынша біз жолдаштарға 2000 бұрын консилиум өткөрдік. Себебі дегенде бұл жерде әрқайсы бұл юристтер жақшылап тұрады бере алса керек. Әрқайсы причиналарымен ушында келіп. Давайте, ребята, мен башын ойланып барамын, и мемлекетті башын ойланып барамын. Бұл жақтан прокуратурамыз тұрады. Сіз тұрасыз, ол қолсыз мемлекет. Бүгіннен başlап шешім шығарылады. 260 milyon so'mды kim ziyon keltirsa, orada olib kelib qo'yib qo'ysin. Сегодняшний день начинайте задерживать тех людей, которые нанесли ущерб государству. 260 миллионов сом. Вы поняли? Кто бы то ни был. Найдите, ищите. Мақұл, бүгіннен başlап шешім қабылданды. Бүгіннен başlап шешім қабылданды. Kengsäy boyunca 260 milyon so'mды ziyon keltirganlarni yo'q qiladi. Eğer al adamlar o'sha ақшалар o'rniga qo'yib o'tirgan bo'lsa, tez arada ichida Rossiyada 4 yildan beri Rossiyada bitmay o'tgan bu ne degan ish? Bu nima degan yumush? 4 yildan beri tez Rossiyada yurgizilgan, sotga o'tkazib berilgan, turmaga aylanadi. Turmasi o'sha yerda o'tasiz. Agarda mumkinchiligi bor, büyük özünün mülkü da bardığın konfiskasiya qilganlik turibdi. Другого выхода нет у нас. Жөнөкө карап отурбайбыз. Мақұл бу? Сол отурыңыздар. Кеңсай боюнча. Так,